Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchaga xayrli tong. Toshkent shahrida tongi 3:40 bo'ldi. Kechasi bilan mana shu ofisni uborka qilib, hamma narsalarni joylashtirib, uстановка qilgunimcha soat o'tib ketganini, vaqt bo'lib qolganini bilmay qolman, qaranglar. Azon chaqirdi, bomdod bo'libdi. Xo'p, alhamdulillah mana shundoq darajagacha keltirib oldi ofisimizni. Bu inshaalloh boshlanishi. Bu yoqda call centerimiz bor, bu yoq ham ta'mir bo'lyapti. Hop, xudo xolasa 16-may kuni rasman ochilishimiz bo'ladi. Bemalol mana shu ofisga kelib, hujjatingizni topshirsanglar bo'ladi. Eng sizlarga quvonchli bir xabar. Mana bu kunlar ko'ryapsizlar. Mana shu kunlarning ustiga men zamzam qo'yib qo'yaman. Qachon ofisimizga kelsanglar, xizmatimizdan foydalanasizlarmi, yo'qmi, ofisimizni oldidan o'tib ketasizlarmi? Shundoq kirib, beminnat asl original zamzam suvini ichib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa har kun yangilab turamiz. Nasib bo'lsa